Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhojirat yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim. Bugun men Turkiyadan Yevropa ellariga, undan keyin Amerikaga, Kanada, Avstraliya va boshqa g'arb ellariga safar qilib mangmoqchi bo'lgan qarindoshlarimniki ahvol to'g'risida biroz ma'lumot bermoqchi va undan keyin Turkiyadagi ba'zi bir o'limalarniki, undan keyin diniy olimlarning bu narsalarga to'sqinlik qilayotganligi to'g'risida ozroq bir tushuncha bermoqchi ham qarindoshlarimizga ma'lumot bermoqchi. Assalomu alaykum, hurmatli muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarim. Hozir Yevropaniki yo'llari ochilib, nurg'un qarindoshlarimiz Gollandiya, undan keyin Norvegiya qatorliq davlatlarga safar qilishga boshladi va shuning bilan birga nurg'un ya'ni diniy olimlar bo'lsin yoki boshqa shu dinni suiiste'mol qilayotgan ba'zi bir Uyg'urlar bularninki Yevropa ellariga bormaslik to'g'risida fatvolarni pichib, uni deb yilib uni deb muhojiratlik xalqimizni qaymoqtiryapti. Men sizlarga shuni demoqchi qarindoshlar, bu Yevropaning yo'li bunda ichilavermaydi. Bundaq fursat davomli kelmaydi. Bu biramda shunday bir ichilib qolgan yo'l, shunday bir fursat. Shunday fursatda bizningki Turkiyadagi nurg'un qiynalayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa hammasi ketgani yaxshi. Nimishqa deganda Turkiyada qattiqchilik ham Turkiyada o'zining turklariga ish chiqmay, undan keyin o'zining turklarini shu Yevropa ellariga berib, Amerikaga kelib, Kanadaga kelib, Avstraliya, g'arb ellariga kelib ishlab, pul tepib, mishalardan uy zamin joy ilib, undan keyin ish qolganiga yana o'zining davlati Turkiyaga berib, boshqa bir bizneslarni, ya'ni tijoratlarni qilib yashayotgan turklarni ko'ryapmiz. Bunun shohidlaridan birisiman. Chunki men Amerikada 10 yil yashash jarayonida bunday turklarni ko'rdim. Hem aloqamiz bor, hem ba'zi do'stlarimiz bor. Shuningdek, bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz Turkiyadan pasporti bog'lab qiladi. Vizasi bog'lar yoki boshqa bir yo'llarni tepib, pasportining vaqti bor qarindoshlar g'arb ellariga borsa bo'pti. Yevropada 44 davlat var. 44 davlatninki har biri Turkiyadagi Uyg'urni 3000 dan 5000 gacha qabul qilsa, ba'zilarning deyishicha Turkiyada 100 ming Uyg'ur bor deydi ekan, ba'zilar 150 ming, 200 ming bo'lsin. 200 ming Uyg'urni 44 davlat, Yevropadagilar 44 davlat 3000 dan 5000 gacha qabul qilsa, qabul qilib ketalaydi. Agar ketalasa, ham bu 3000 dan 5000 gacha Uyg'ur bu her bir Yevropa devletininki iqtisodiga ancha ig'ir ta'sir ko'rsatib ketilmaydi. Chunki bizdan boshqa nurg'un dunyodagi millatlar, masalan, Hindistondan, Pokistondan, Sharqiy Janubiy Osiyo taraflaridan kelgan nurg'un millatlar var. Yevropaga, masalan, Afg'onistondan nurg'un odam bor edi, kelyapti. Bularni patirib ketgan Yevropa Uyg'urni patirib ketadi. Undan keyin ular bakrak Uyg'urga qaraganda shu davlatga besim bo'ldi, ham shu davlatga nurg'un iqtisodiy qiyinchiliklarni olib keldi. Nimishqa ularninki Turkiya bir davlatga ham nurg'un odam bor edi, nurg'un odam tushdi. Ularninki ma'lum vaqtgacha o'zini o'ngshab ketdi, shu davlat beqish kerak. Nurg'un social benefit, ya'ni imtiyozlardan ularni bahramand qilish kerak. Ammo Uyg'ur unchalik darajada emas. Uyg'urlar borgandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin Uyg'urlar yetib olmaydi. Butun dunyoga tarqalib ketgan, tarixning urug'idek chechilib ketgan Uyg'ur yetib olgani yo'q. Shaxsan Amerikada 10 mingdan ko'proq Uyg'ur bor deydi, masalan, 50 shtatning ham yerda o'zini ko'rsatmay yashayotgan Uyg'urlar ko'p. Masalan, men turayotgan shtat Virginia shtati, undan keyin bizga qo'shni Maryland shtati, Washington DC, poytaxt mush atrofning o'zida 3 mingdan ko'proq Uyg'ur bor deydi. Hammasi ishlaydi. Mayli oz topsin, ko'p topsin,
ishlaydi, yetib olmaydi. Demak, Turkiyadagi Uyg'urlarmi Yevropaga borsa, yetib olmaydi. Ishlaydi bular. Ammo bularninki Turkiyadan Yevropaga chiqib ketishni xohlamaydigan bir qism dernek boshliqlari, undan keyin bir qism o'limalar, hammasi emas va bir qism dinni suiiste'mol qilib, xato tashviq tarqatib, qo'rqitib qilayotgan insonlar bularning iyaga chiqib ketishini xohlamaydi. Ham iyaga borgandan keyin kofir bo'lib ketsan, dindan chiqib ketsan, diningni saqlayolmaysan, xristian bo'lib ketsan degan gaplarni biz anglayapmiz. Ham shundoq uchurlar va boshqa shunda nimalar keldi shaxsan menga. U bo'lib ketadigan odam dunyoning nariga olib qo'ysak bo'lib ketadi. Buzilib ketadi, xristian bo'lib ketadi, boshqa bir nima bo'lib ketadi, yoki o'zini o'zgartirib xotin kishi bo'lib oladi, yoki erkakzada bo'lib oladi, yoki aytavr odamga o'xshamaydigan shundoq bir narsani bo'lib oladi ham. Lekin o'zgarmaydigan odam nega borsa bir xil tura oladi. Chunki uningda mustahkam e'tiqod, iymon, iroda bo'lganligi uchun. Shunga mening deydiganim, Turkiyadagi qarindoshlar agar sizlar viza ola olsanglar yoki shunday bir yo'llarni topa olsanglar, buningga tavakkul qilib, ishonch bilan manga olsanglar, hammanglarning ketgani yaxshi. Yevropa Uyg'urni qarshi oladi, qaytarmaydi. Bir qism davlatlar va hamda hozircha qabul qilmayotgan, masalan, buning ichida Italiya qabul qilamiz degandek bir narsani e'lon qilgani yo'q. Ammo Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Fransiya, Germaniya, Shveysariya, undan keyin va boshqa 10 dan ko'proq davlatlarga ko'proq urilishdi Uyg'urlar. Chunki bu davlatlar hozir Uyg'urni bakroq qabul qilyapti. Bu shu davlatlarga kelsanglar bo'ldi. Angliya, Germaniya degandek. Iqtisodiy kuchliroq agar yo'l bo'lsa. Yo'l bo'lmagan taqdirdami, agar boshqa bir yo'llar chiqib qolsa, hamda Yevropa davlatlariga borgandan keyin u yerda yana bir Turkiyadagidek bunda bir qiyin sharoitda yoki o'tirim chiqmaydigan, kimlik yo'q, pasport yo'q, bunda holat shakllanmaydi. Beridi Uyg'urlarga. Shunga Turkiyadagi shu yo'lni qila olgan barliq qarindoshlar bizning taklifimiz meninglar. Besh qaygan Xitoyga yerlarga berib ulyotdi bizning odamlarimiz. Uningdan biz mushundaq bizningki haq huquqimizni, insonligimizni qo'g'daydigan davlatlarga berib, o'rilishib, qo'limizda bir kimlik, pasport, shunday bir narsa bo'lgandan keyin biz yana vatanning davosini, vatanning ishini qildigan cho'ng-cho'ng ishlarimizni shunday bir narsamiz qo'limizda bo'lganda uni qila olamiz. Hozir Turkiyada o'tirib olib, to'ytang desa, dunyoni turklarning bir to'y gipi bor. Türk'ün bir damlakan için dünyanı yıkarım ben dünyanı deydi. Sap bilik akmaydıgan bir reallıktan çetnep ketken bir gap söz bu. Hamda bir temim kan için sen dünyanı yıksan, dünyanı yıkarım ben de, dünyadaki bütün 7 milyar insanı öldürdüğünga sen küçün yetemde. Açık gelgende deydiğin de, yakum sen başında bir udum bok ketkenke bu gap bu hakka. Biz bunda kılıkı amalga oshmaydigan qambangni chekib olib nashkashni xiyonat qiladigan bunday ishlardan yiroq turishimiz kerak. Shuning uchun mening deydiganim, Turkiyadagi qarindoshlar amal qila olsanglar, shu davlatlarga berib, bu yerda o'zinglarninki bir kishilik odimiy qiymatinglar bilan yashab, keyin qo'linglarda pasport, yeşil karta, kimlik degandek narsalar bilan Turkiyaga kelsanglar bo'ladi. Bakko'yinglar kelib ketsa, undan keyin qolgan ishlarni vaqti kelganda yana maslahat bilan qilamiz. Endi bu yer borgandan keyin mening anglaganim qarindoshlar. Shaxsan Norvegiyadagi ba'zi bir akalarimizdan anglagan meningki uchurlarim. Yer borgandan keyin 2 haftadan 3 haftagacha sizlar hech kim telefon qilolmaydi ekansizlar. Asosan Yevropaninki qonuni bir-biriga o'xshab ketganligi uchun Gollandiya ham shunday o'xshaydi. Bu telefon qilgandan keyin sening bu nima ishing bor deb ularni ancha-muncha so'raydigan, sizlarning ishinglar azroq bir nima bo'lib turgan bir
ishlar ekan. Şoňa sizler bag'andan keyin 2 haftadan 3 haftagacha shu saqçılar sizlarni o'rinlashtirib, bu ishinglar bitguncha sabr qilib turib, izlaydigan odaminglarnimi aerodromdan chiqib, shu saqchiga o'zinglarni ma'lum qilib, aparadigan yerga apirib 2-3 hafta ishinglar tugaguncha sizlar bu insonlarga telefon qilmay, 2-3 haftadan keyin sizlar bularni izlab, maslahat so'rasanglar, yordam so'rasanglar, buni qila olar ekanman. Norvegiyadagi ba'zi bir akalarga telefon qilib bu ahvolni so'radim. Yevropada shunday o'xshaydi. Agar Amerikaga kelalisanglar, Turkiyadagi qarindoshlar, mayli qandig'inglar. Meni izlasanglar va boshqalarni tunisanglar, izlasanglar biz yordam qilamiz. Amerikaning vizasini ola olsanglar yoki shunday bir yo'llar bilan Meksikadan kiradigan ishlar bor deydi. Meksikadan kira olsanglar, kimni tuniysan, qaysi shtatga borasan deb so'rasa, Virjiniya shtatiga boraman, falonchini tuniyman, pistonchini tuniyman desanglar, akab qo'ydi yoki kimsa akab qo'ydigan shunday bir ishlar bor ekan. Endi men o chegaradan qonunsiz kirib boqmagan, men viza bilan kelgan 10 yil oldida. Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Mayli sizlarning siyosiy panohlik tilash ishlaringlar bo'lsin, advokat tutadigan va undan boshqa ish topadigan, o'rlashadigan ishlaringlarni hamishadagi atrofimizdagi yaxshi niyatli inlarimiz bilan, qarindoshlarimiz, akalarimiz bilan birga qilamiz. Shaxsan men yordam qilaman. Turkiyadan kelgan qarindoshlarimizga bir necha shunday yordam qilgan shaxsan men o'zim. Tunogin bir qarindoshimizniki, bir do'stimizniki o'ljilik bo'ldi. Bir yilning oldida kaplan, Amerika kaplan meni izlabdi. Shu balninki dokumentlarini tayyorlaydigan, tarjimonlik qiladigan ishlarga men yordam qilgan endi. Alloh rizoligi uchun $1 mı almadım. Özüm bunun şahit. İsmini ben bir yerde otamayım. Tunogin onunki Social Security number onunki çalışmamızı dedik ya Türkçe. Work permit deydi İngilizce. İşleş kinişkisini şunu apkallık şekilde çıktı. Özüm hoş olup gitti. Bir yıldan sonra tez kısa şunda buludu. Söylenin palazlık kısa o nasıl bitmeydi, o nasıl bitmeyeni ki Amerika'da işleyemeydiğin gap. Nurgun işe tosalgı buludu. Şunun için Amerika'ya kelgan qarindoshlarimizniki kelgandan keyin bizni izlasa, siyosiy panohlik tilaydiganlar. Biz shu ishlarga yordam qilamiz. Shaxsan men yordam qilaman. Uning uchun cho'qim sizniki kelgandan keyin bu yerda falonchi tashkilotdan, pistonchi tashkilotdan xatam bo'lsang, u ishing bitmaydi. Hammasi quruq gap. Shu bir yilning oldida kelgan o'ljilik do'stimmi Turkiyadan 6 yil, 7 yil turibdi. Shu do'stimga biz nimaninki bir tashkilotning ketini olmadik. Shaxsan men o'zim opadim. Ahvolni dedi, shu bo'yicha degan gapini inglizcha tarjima qildik. Shu narsani tayyorlab immigrationga, ya'ni ko'chmanlar idorasiga yo'lladik. Hamda meningki ko'chmanlar idorasidan ularni suhbatga chaqirgan vaqtda kirib tarjimonlik qiladigan salohiyatim yo'q ekan. Shunda boshqa o'zim tushuntirdim. Adash mudaqmudaqkan sana boshqa bir tarjimonni topayli. Shu tarjimonligimni qilsin. Men senga ham shuncha yordam qila oldim. Ayadan chiqqandan keyin qog'ini hamda immigrationning o'ziga bog'liq tavakkul qilib kirgan. Qolgan endi tarjimonlik qiladigan, bir ishlarni mangdigan, shoferlik kinishkisi oladigan bu ishlarimga yana men bor, biz bor. Yordam qilamiz deb to'g'ri tushuntirgandan keyin endi o'qigan bir narsani ko'rgan, jon ko'rgan bola o'g'ashqa ma'qul dedi. Bo'yin tavliq qilib nima ish qilsa kirmaysizlar. Sizlar boshdan oyoq qilgan bo'lgandan keyin ma'lum qilmoqchi deydigan insonlar bor. Lekin bizning kuchimiz yetadigan qiladigan ishimiz bor. Ma'lum doirada o'zimizniki doirasida. Shunga u qarindishimizning ishi shunday bo'ldi. Tunogin advokat funksiyaga berib shu narsani aka oldik, alhamdulillah. Amerikaga ham qonunliq bo'ldi. Pasport bir narsani nima qilmagan bo'lsa, qo'liga shu narsani berdi. İşleş kinişkisi, Social Security number, ondan keyin şoförlik kinişkisi, ama şu iş nasıl olmasa işiniz tez Amerika'da. Çünkü Amerika sizni qabul qilgan bilan Yevropadagi mayada tur, ma uyda tur, mani ye, uni qil, buni qil demaydi. Sizni shu aeroplanga kelib tushirayotgandan keyin tuniydigan odaming bormi? Bu
şunun qışıp taşlap qo'ydi, mana adamına keldik, sen bir narsa qil deb ketdi. O'zini o'zi tashlab qo'ydi. O'zining kuchiga tayandi. Bu yerda ish unda oson emas Amerikada. Hatto bizning qo'shnimiz Kanada Yevropaga o'xshash farovonlik nimasi bor. Ishlasangiz hukumat boqadi, davlat boqadi. Ishlasangiz hukumatga boj to'laysiz Kanada hukumatiga. İşiniz olmasa mening ishim yo'q, bilsangiz uy berdi, shu yerda yotasiz. Amerikada undaq emas. Amerikada hammasi o'zining kuchiga tayindi. Bu yerga kelgandan keyin ishlar shunday bo'ladi. 2-3 yillik jafo bor oldingizda. Shuni oldingizga ep qo'yib turib, kelsangiz bo'ladi. Biz shu vaqtning ichidan vaqt chiqarib yordam qilamiz sizga. Ruxsat so'rab, uni qilib, buni qilib degandek. Chaqirsangiz da sizningki shaxsiy yollab olgan tarjimoningizda falanchi pistanchi bunda bo'lyapti, palaya kel desangiz yugurib bog'il bo'lmaydi bu yerda. Chunki hammasinin ishi bor. Schedule. Rando olasiz, vaqtni belgilaysiz, shuning qarata qilamiz endi. Tarjimonlik ishingiz bo'lsin, advokatlar bilan ko'rishadigan hamma odam aldirash. Lekin yordam qiladi. Shaxsan men qilaman, o boshqalarni qiladi. Amerikaga kelsanglar, Turkiyadagi qarindoshlar. Yo'l topa olsanglar, viza olsanglar, boshqa bir yo'llar bilan kirsanglar, Amerikaga kirib olgandan keyin Amerikaga kirgan odamni chiqaradigan qonun yo'q. Bu yerda ishingiz hamda shunday bir nimalar bilan kutadi. Lekin yana bir gapni deb qo'yay, Amerikada 2013-yildan boshlab siyosiy qonunchilik ishlari oslab ketdi. Masalan, kelganlarning qo'liga men boya degandek ishlash kishisi Social Security number, driver license bergan bilan Virginiyaning qonuni o'xshamaydi. Virginiyada turayotgan Uyg'urlar ish olmaganlarga shu narsani berib, davlatga boj to'laysan, ishlaysan degandek qilib hozir oldi kelgilay 8 yil, 7 yil bo'lganlar suhbatga chaqirmaganlar. Bundan keyin rasmiy qabul bo'lding degan qabul qog'ozini olmay yashayotgan Uyg'urdan 2000 dan ortiq bor. Ba'zilar ming deydi, ba'zilar 2000. Mening anglag'anim. Amerikaga kelsangiz, mushundaq ishlarmi bor. Bularni qabul ko'rsangiz, to'g'ri ko'rsangiz, jafoga chidsangiz, til o'tkazgan nurg'un ish bor endi. Ashta hammani sistemini o'rlashtirib qildigan gap. Shu sababdan qarindoshlar, kildiganlaringlarmi yaxshi o'ylashib kelsanglar bo'ldi Amerikaga. Amerikaga kelib bo'lgandan keyin bizni izlasanglar, boshqani izlasanglar biz yordam qilamiz qo'limizdan kelishicha. Sizlarni o'rlashtiradigan, o'qildigan ishlarga Uyg'ur bo'lgandan keyin. Bir qadar tez endi Amerikaning ishi. Ammo Yevropaga siz borsangiz, Yevropa damallikqa sizniki o'zingizni o'mush bo'lishga yordam qildi. Bekalik uy berdi, bekalik ashdan berdi. Onun kuni olmay, bir yilgacha ishlaringiz bitib, bo'lgandan keyin ishlaysiz yoki o'qiysiz. O'qisangiz o'qitdi. Ammo siz ashaning grajdani bo'laman, ashaning fuqarosi bo'laman degan bo'lgandan keyin o'qib, bir mazgil o'qib, undan keyin grajdonlik imtihoni bor. Shundan qatnashsiz, unda o'tamasangiz bermaydi. Amerika shunday. Lekin Yevropaning bir afzalligi o'zingizni o'mush yo'qacha yordam qiladi. Bekalik uy berdi, pul berdi, yemak-ichmak berdi endi sizni turmushingizga yetkazadi. Shuning kuni olmay, bir yilning ichida shu ishlaringizni bitirib, ya bir xizmatga yoki o'qishga kirib qilsangiz ishingiz yaxshi guldek yutadi kuningiz shu yerdami Amerikaga o'xshash. Ham eg borgandan keyin bizmi tashabbus qilyapmiz, Yevropadagi qarindoshlarimiz bilan tashlab etmaydi, yordam qildi. Lekin borgandan keyin u yerda bir 2 haftadan 3 haftagacha sizlar boshqani izlasanglar bo'lmaydi, chunki sizlarni tekshiradigan bu terrorchimi umi degandek ham darhol gumon bo'ladi. Bir davlat bo'lgandan keyin tekshirib, aniqlab chiqarib etgandan keyin sizlar taniydigan odamlarga yoki biz yo boshqalar ko'rsatgan odamlar bilan aloqa qilib ko'rishsanglar bo'ldiki, bu ma'lumotlarni deb qo'yay, Turkiyadan bormoqchi bo'lgan qarindoshlar. Endi Amerikaga kelmoqchi bo'lganlarga boya dedim, shunday ahvol. Shuni buni yaxshi bir o'ylashib, ishlasanglar, undan keyin tayyorlik qilib maqsanglar bo'ldi qarindoshlarim. Busi bir kechada hamma Uyg'ur Yevropa bilan Amerikaga o'rlashib ketsa, shaxsan men baq qo'shib ketdim. Lekin bu dunyo unday emas ekan. Bizniki o'ylaganimizdek bo'lmaydi ekan. Bu hozir Uyg'urlarning
yönünü hech qanday bir inson tatmasın deymiz, ammo bizning beshimizga kelgan kun chidiqsiz darajada nihoyatda bir qabahatlik bir tragediyani boshdan kechirib yashayotmiz qarindoshlar. Bu Turkiyadan mangdigan qarindoshlarımizga deydiganimiz. Endi ikkinchisi, Turkiyadagi bir qism o'limalar, ya'ni olim deb atalganlar, bu yerda men endi sirtga qilib sizlarni tillab multamayman. Unda qilg'im yo'q. Buningga arzimaysizlar. Sizlarning maqsadinglar nima? Sizlar shu Turkiyadagi qiynalayotgan 7-8-10 yilning yoki ya bir insoniy iqomatni ololmay, mangulik iqomatni, ya'ni surasiz iqomatni ololmay, kimlikmi yo'q, vatandaşlıkmi bermay, qop-qor yashayotgan Uyg'urlar ba'zi bir yo'llarni qilib Yevropaga ketishga uringan yoki qo'lida pasport va Yevropaning vizasini olgan ketishga urinayotgan Uyg'urlar yoki ba'zi bir qochoq bir yo'llarni tepib shu yo'llar orqali Yevropaga ketib o'zining bir odimiy qadr qimmat bilan yashaymiz deyotgan qarindoshlarni sizlar to'sib qilib nima qilmoqchi? Nurg'un tabliğlarni, nurg'un ismonlarni atag'im yo'q. Hatta shuni da'vat qildiranlarning ba'zilari o'z vaqtida bizga shunda nimalarni degan. Boshqalarga ketib qolmasin. Amerikaga yo'l olgan bo'lsa, Kanadaga yo'l olgan bo'lsa, Avstraliyaga yo'l olgan bo'lsa, Germaniyaga yo'l olgan bo'lsa, Angliyaga yo'l olgan bo'lsa, biz ketgan bo'lsak, dinning davosini andaq yutib, vatanning davosini mundaq yutib, to'pchang chiqarib yutib, anda xamanda bug'doy so'ragandek so'rib yutib, o'qiltib so'zlab ketganlar. Mush so'zlavat qoldiringlarmi? Bormi shuning ichida? Sizlar nimandaq numussiz, sharafsiz insonlar. Bu Turkiyadagi 100 ming, mayli 150 ming, 200 ming deydi. Mush Uyg'urning birisi qolmay Yevropaga o'rilishib qilsa, vatan davosini bekrak qilib. Turkiyadan ko'ryapmiz, vatan davosini qilgan bilan Turkiya nurg'un narsalarda Xitoyga beqinib qoldi. Xolis jim tutib berib yo'l o'sayotgan insonlarni qilib bor. Uni biz anglayapmiz. Quloq bilan. Uçurlar kelyapti. Shunchalik darajada ham xatarlik. Ham sizlar shuni so'zlayotgan insonlarningki, tulusninki, tulanglarningki vatandoshliginglar chiqib bo'lgan. Hech bo'lmaganda mangulik iqomatni olib bo'lgan vatandoshliginglar chiqadiganlar oz qolgan. Ko'plaringlarningki qo'linglarda birdan yoki ikkidan vatandoshliginglar bor. Hatto Yevropaning, hatto Turkiyaning ikki davlatniki. Hech bo'lmaganda Turkiyaning vatandoshligini yutib bo'lgan insonlar. Sizlar da'vatsizlarmi shu gapni? Men sizlarga deb qo'yay, sizlar bu ishinglardan, bu qilmishinglardan yeninglar. Chiroyli gap qilyapman. Chiroyli gap qilyapmiz. Sizlar bormisanglar bo'ldi. Sizlar shu Turkiyada turaveringlar. Bir qism insonlar Yevropaga bormisin bo'ldi. Nima ish qilmoqda deysa, Bilal Ibrohim Turkistonda sen Amerikada o'tirib olib, bir qism insonlar ketish kerak, bir qism insonlar bormisin bo'ldi da'vatsan deysa. O'shanda 3 yerdan uyi va 3-4 ton xotini va 3-4 ton mashinasi va qo'lida Turkiyaning vatandoshi bo'lgan inson nima qiladi o insonlar Turkiya nima Yevropaga berib? Ularning kuni Turkiyadan yaxshi o'tayotgan bo'lgandan keyin Turkiyada yashasi bo'ldi. Bunday insonlar shu sanoqliq 90% Uyg'ur qiynalib yashayotdi nimada Turkiyada. 90% Uyg'ur nimaga kasb bo'ldi? Yevropaga, Amerikaga, Kanada, Avstraliya, g'arb mamlakatlarga. Shu yerga berib o'rilishib, o'shaning o'tirimlarini ilib, kimliklarini ilib, pasportlarini ilib, Uyg'urning davosini qilib bo'laverdi. Shuning tilini o'rganib. Qolgan 10% dernakning boshliqlari, uningdan keyin o'limalar birligidagi insonlar va boshqa aytavr ashadagi biznesmenlar, cho'ng-cho'ng boylar, hali boylar yig'ilgan yerga olsin. Bular 250 ming dollar, 250 ming dollar yatırım qilib vatandaş qolgan insonlarni qilib bor. Shu insonlar ketmay tursin bo'laverdi ashad. Ularning tijorati, 3-4 ton mashinasi, 3-4 ton uyi, 3-4 ton yash qizchalarni ilib bir kun aning uyida lag'man, mahotini yana bir kun yana bir xotinning uyida to'lo yetib yeb,
Keş olgan vaqt yana bir xotinning uyiga mashina haydab berib, suyga shita xotin deb, o xotinning inkini silab, suyga ichib, aylanib, ko'ngilni xo'sh qilib, hamma jihatdan, moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, ruhiy jihatdan bularda siqilish bo'lmagandan keyin, 3-4 ming xotin atrofida bo'lgandan keyin, yo'qning yo'q birdinmi. Bu insonlar Yevropa, Amerikaga kelmasin bo'ldi. Bularning kelgan bilan bularning foydasi yo'q. Nima qildi bunday insonlar? Shu insonlar Turkiyada yashasa bo'ladi. Yüz minglab, milyonlab pul tepatgan bo'lgandan keyin shular ashar yashasa bo'ladi, Mercedes mashinasini haydab, 3-4 yosh xotinni kunda har xil tomoqni yetkazib yeb, yashasa bo'ladi bular. Bular kelmasin bo'ldi. Lekin bularning 90%dan ko'proq qiynalayotgan Uyg'urni Yevropaga bormaysan, Yevropaga hijrat qilmaysan, Yevropa ziminiga dasimaysan, Yevropa ziminida yashamaysan, qolmaysan deydigan haqqinglar yo'q seninki. Mayli boylaring bo'l, mayli olimlaring bo'l, mayli boshqalar bo'l. Kim o sen onlar deydigan? 8-10 yildan Türkiye şu insanlarni, şu Uyg'urlarni tutib qo'liga hech qanday bir kimlik vermay, shunday qiynalib, sen bir davlatga berib, sen qulog'ingda kimlik olmay, ya vatandoshlik qilmay, ijtimoiy qop-qarashna yashab baqsan, qanday o'tadiki u kuning. Biz shu Amerikaga kelganda 2011dan 2014gacha 3 yil bizga hech nima bermagan. Chidab yashadik, alhamdulillah, uni buni qilib. Lekin biz shuni yashab baqgan, biz bilamiz. Otliq piyodaning dadiga yetmabdi degan gap bor bizda. O'zimiz yaxshi turmushga erishilibla, o'zimiz 3-4 ming yosh xotinni evilib, ishimiz 50, 60, 70 yoshga kirib qolgan sokalgo'ylar 3-4 dan uy va 3-4 dan isil mashina va hayotimiz shunday yaxshi o'tayotgan odam hamda qo'yibsan uningga hech nimasi yo'q, kimligimi yo'q, odamiy qimmatimi yo'q, ashuna yashayotgan insonlar voy uyaga bormang ukam, aqlli ko'p bo'ldi. Shunday yer bo'lgandan keyin sen unda olsa uyingdan birini bera ashunga, kimlik chiqarib bera. Xotiningdan birini taloq qilib nikohlab qo'ya. 4-5 mashinaning birini fisabilillah Alloh rizoliga sekop oldi deb bera. Qilayotgan biznesingniki bir 5% yoki 1%, 10% ni bera ashunga senda million deb atgan bo'lgan ekan. Mushta qila. Qilmaysan uni. Nima qilmaysan? Sening nafsing uningga yo'l qo'ymaydi. Qilmaysan uni. Puling azlab ketadi. Yoki bir yerin qisqarib qoladi, yo bir nima kamchi ko'p qoladi. Shuninglar unamaysan. Unda olgandan keyin sen o'zingning ishini qilib, to'sima bu insonlar. Mangsin, yo'l topolsa kessin, bir Uyg'ur bo'lsin. Turkiya qochib ketmaydi. 8-10 yildan keyin berib olsin bo'ldi u yerga. 20 yildan keyin borsin bo'ldi. Shaxsan Turkiya bizning da'vo ishimizga qancha bir yordam qilgan bir davlat emas. Undan keyin bizni shunda o'yin to'p isib qo'yib qildi. Unda deb men Turkiyani yomon ko'rganim emas. Turkiyani yaxshi ko'raman. Qandalımsın Uyg'urni to'g'ri turg'izibdi. Lekin bu fursat Turkiyada qarindoshlar gapimni nihoyatda diqqat bilan anglanglar. Har qanday narsaninki bir fursati bo'ladi. U fursatni siz qochirib qo'ygandan keyin ikkinchi qatam u fursat kelamdi kelmamdi Allohga omonat endi. U kelishi mumkin, lekin yillar o'tib, oylar o'tib, nurg'un yillar o'tgandan keyin 10 yil, 20 yildan keyin bir kelishi mumkin. Xuddi bizningki siyosiy da'voyimiz mustaqilligimizga oz qolayotgan bir vaqtlarda fursat ashuna kelganda biz tuta olsak, mustaqil tutolmasak-ku, yana besilib yotamiz qanday. Bu shu Yevropaga mangadigan ishmi, boradigan ishmi, shunda yo'llarni ma'lum bir vaqt ichiladi. Bu sizga kunda 365 kun ichilib, Uyg'ur ketib olsin, ma irqiy qirg'inchilik uchirgan millat, mushlar yo'lni ichib qo'yaylar, Norvegiyaninki, Kanadaning, Amerikaninki, yoki Angliyaning obida qarab o'ltamaydi. Ma'lum vaqt ichilgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin yipiladi bu yo'llar. Shunga shunday fursatda qarindoshlar, imkoniyatinglar borlar, ketib olinglar. Ishinglar hal bo'ladi. Azroq bir so'zlab ketsin. Bu insonlarning gapiga sizlar kirmanglar, anglamanglar. Bularning degan gapi o'ziga hisob. Men bularni bir yig'ilib tillab bir narsa qildim yo'q. U boylari shu o'zininki kunda uyida go'sht qaynab, sho'rp qaynab, yeb, qusug'ini yo'qotib, yana mangsi o'zining shirkati va ishi va normal ularning hech qanday bir qiyinchiligi yo'q. Yashaydigan insonlar. Ularning faqat o'ylaydigani $1 million, $2 million bo'lsa, 5 million, 10 million bo'lsa, shu dunyoni ko'paytib,
Shunday yashashni o'ylaydi bu insonlar. Uyg'urning ichida bor bunday insonlar. Undan keyin ba'zi bir o'zini o'lmay sanaganlarmi shunday insonlarning bergan azroq bir pullari yoki o'ziniki nupusiniki tövellab ketmasligi uchun bu odamlarni qo'lda tutib turishni xohlaydi. Chunki odam bu bilan qildigan gap bu. Odam bo'lmasa nimani qildi bu? To'rttamga chiqib vaznasiya so'zlamdi, tabliq so'zlamdi. Masjidga kirib namoz o'qisa buning keyin deb odam bo'lish kerak. O'zi o'qib, o'ziga o'zi imomlik qilib bunday yana bunday qilmaydi. Shuni mushni qilish uchun har xil nimalardan fatvo bichib bu insonlarni tutib qilish uchun shuni tirishdi. Bunday insonlarning gapini anglab ketmasanglar bo'ldi. Agar Yevropaga berish harom bo'lsa, Yevropada turish, Yevropaning tuproqiga dassash, Yevropada yashash harom bo'lsa, mana bizniki Amerikadan evatgan dollarimizmi harom sizlarga. Turkiyadagi qarindoshlarimiz biz evatayotgan dollar, Amerika dollari, Kanada dollari, Avstraliya dollari, Yangi Zelandiya dollari, Yevropaning yevrolari harom sizlarga. Chunki biz bu yerda yashaganligimiz uchun bizning yashashimiz harom bo'lganligi uchun bizning yanchiqimizni sizlarga bir yerda ishlab soatiga 10 dollardan, 15 dollardan, 20 dollardan oshqinni kam xarajat qilib yig'ib evatib bergan pullarimizni harom sizlarga. Biz bu yerdan pullarimizni evatib bersak, voy ishqaldi deb ilib tashlaysizlar. Harom demaysizlar shuni. Lekin oyadagi qiynalayotgan qarindoshlarimiz Yevropaga boramiz, Yevropada yashaymiz, Yevropa tuprog'ida o'zimizningki bir odimiy qimmatimiz bilan qo'limizda bir kimlik, pasport, mushtaq narsa bilan uningdan keyin biz vatan davosini askar to'plab milliy armiya qurib Xitoyga urush qilib bundaq qilamiz davatgan insonlarning yo'lini to'sab mumkin bo'lmaydigan ishni sizlar dunyoda hozir nadunda Xitoy deganda kuchli munda kuchli biz bunda urush qilsak yo'qolib ketmaymiz, zambarakni o'qida oq qilamiz, ko'p qilamiz degan nurg'un tog'ada bir voy ajoyib bir gaplar bor. Shuni deb ma insonlarni qaymoqtirib, chunki Turkiyada yashayotgan insonlarning hammasi o'qimagan, vatanda etizlikda ketmanda yechib bitib chataga chiqamsa ketmanda tashib bitib pasportni Turkiyaga chaqirib chiqib qolgan. Tashqi dunyodan xabari yo'q. Chiqib qolgandan keyin shuning bilan yerda yashab, bir narsasini og'ziga qaraydigan gap o'qishdek. Ma bir narsani deb qaraydigan bo'lgandan keyin bunda bir o'yinni to'xtatdi. Mana davotada gap nadan ketib bordi. Undan keyin qanday qilishimiz kerak degan gaplarni o'ylashmaylar. Kim boshlasa shuning keyindan qo'yga o'xshash bir qo'tan qo'yni bir o'shga, bir saka, bir tiki boshlab mangdi. Qo'y beqib baqqanlar bo'lsa bilsizlar. Buni biz hammani qilib baqqan vatanda. Bir tika, bir saka, bir kishi o'shkimi bir qo'tan qo'yni boshlab keyin apmangdi. Ashunday apmangsa mangadigan gap maka. Talva insonlar. Ya to'xtab turib, nega ketib bor buning davomiga gap nima? Ajab bizga demaydigan shu insonlar. Diyolmaydi buni. Chunki ular oyat hadisni bizning oldimizga akab, uni buni desa, bizmi ularning oldini oyat hadisdan to'siya olmaymiz, deyalaymiz uni. Shuni demaydi. Atrofidagi insonlarni uni deb, buni deb qilgandan keyin bular avliyada yag borgandan keyin biz xristian bo'lib ketganmiz, dindan chiqib ketganmiz, oq bo'ldi ekanmiz, ko'k bo'ldi ekanmiz. Biz bo'lmagan bilan bizning bolalarimiz bo'lib ketgan. Ya ahmoq, qapaqvash. Dört kalvaguylar. Bu Hristiyan bo'lib ketadigan inson, dindan chiqadigan inson, murtad bo'ladigan inson dunyoning nariga olsang bo'lsa uni. Amerikaning o'zini Amerika xalqi 60%, 70% dinsiz, ateist deydi bularni. Ateist degan shu dinsiz. Ammo lekin mushlarning yilda musulmon bo'layotgan oqlar, qarilar bor. Amerikaning o'zida 15 milliondan 20 million musulmon yashaydi. 350 million nüfus var ama devletninki. Hamma shtatda musulmonlar bor. Hamma shtatda masjid bor. Muşu men yaşayotgan Fairfax shahrining o'zida GPS qilsang, mapga xarita qilsang, 10 necha masjid bor. Men turayotgan masjid mush Virginia shtatidagi eng chong masjid hamda. Ko'lami jihatdan bo'lsin, jamoat bo'lsin, hamma narsa. Mishadimi bor musulmonlar, olimlarimiz bor, mishadimi hamma millatdan suhbat qilamiz. Ularning mishada musulmon bo'lib qolgani, mishada turib qolgani, mishada dinni oliy qilgani harom bo'ldi ekanda unda bo'lsa. Ya unda bo'lmaydi, qarindoshlar, bu narsani bunda o'ylab to'xtab turaman da'vatida.
deb ish tutishimiz kerak. Ashlar degan insonlarga "Voy, men ishini qilaman. Bormasang sen borma. Sening eng boshqa so'ranglar. Sening kimliging bormi? Turk kimligi Turkiyada? Pasporting bormi? Uying bormi? Mashinang bormi? Xotining bormi? Ishing bormi? Hamma narsang to'liqmi?" deb so'ranglar. So'rasanglar, ash inson ha degandan keyin unda bo'lsa, qara, sen bizning ishimizga aralashmay, sen borma. Sen mishada tur, sening hamma nimang bor ekan, sen tur. Ammo bizni uni qilma, buni qilma deb sen bizga bunda fatvo pishma. Bizning ham yo'limiz yechilyapti, biz ketsak bo'ladi. Desanglar, bo'laverdi. Hech nima qilmaydi bu insonlar sizlarni. Qurolni chiqarib yoki Xitoyga o'xshab yibey deblar. Piyasini deb kammada etib o'ldirolmaydi. Hech nima qilmaydi. Gap qoladi shu. O'yininglar qarindoshlarim manasini. Ben bunda deb sizlarga fatvo bermayapman. Cho'qim shunday qilinglar bu deb. Yo'l topa olsanglar, ketinglar. Ben ismini demay, bir inimiz var, davomliq men bilan nima qildi yillar bo'ldi. Ishonchli bola, men ismini demayman. Hozir mikrofon yerda bor. Bu inimiz 4-5 oydan oldin shu bir gapni qildi. Eshitdim, "Bamidi aka, Bilal aka, bu yerdan ketmasam, kimlikmi yo'q, hech nima yo'q. Yashayapmiz." Dinimni yaxshi tushungan bola. Yevropaning yo'li chiqib qolsa, dengiz okeandan suv uzib busimi ketaman. Ben ketib, aşağıda bir odamiy qimmatim bilan yashab, kimlik bir narsalarni qo'limga ilib, uningdan keyin Xitoyga janjaktim bilan bir tomchi qinim qolgacha men jang qilib Xitoyga qarshi turaman. Bu Turkiyada shu qo'saq biqishdan boshqa uningdan keyin bu hech nima yo'q. Bak qiynaldim, bak qiynalib ketdik. Unda olgandan keyin mallam emas aka bu yerda. Nurg'un inson bor bu deganda men ha deb telefonda so'zlashib anglab qo'ydim. Men o'ylaqa ha deb qo'yib turadigan inson emas. Har bir eg'iz gapni xuddi algak tuzgandek analiz qilaman. 7-8 xil o'ylab bunda olganda. Chunki ashuna o'ylaymiz, ashuna o'ylashimiz kerak. Har bir Uyg'ur. Şuna men Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimga deydiganim, Uyg'ur, juma boshqa millatni olmayman. Faqat Uyg'urning ishini qilamiz bu yerda. Uyg'ur qarindoshlarimningki mayli erkak bo'linglar, kishi bo'linglar, yo'l topa qoldiringlar. Yevropaga berib yerlashinglar. Yevropada qadr-qimmatinglar bo'ladi, ibodatinglar bo'ladi, odamning o'ziga bog'liq. Ballariinglarni ching tutsanglar, ballariinglarni shu yerda qori qurra qilib, yaxshi tarbiyalab musulmon qila olasizlar. Amerikadan bor nurg'un musulmon oilalari ballari qori bo'lgan boshqa millatdan. Tarbiya eng muhim narsa. Ta'lim tarbiya, oilaviy tarbiya. Aşında u bo'lib ketadi, bu bo'lib ketadi ballarining, anda bo'lib ketadi, manda bo'lib ketadi deganlar, ashlar o'ziga ishonchi yo'q. Ballarga ishonchi yo'q, o'ziga xotini bilan to'y qilib, haloldan topgan ballarga ishonchi yo'q. Bu bola deganni qanday tarbiyalasak, qanday uningga muomala qilsak, shunda cho'ng bo'ladi. Oilaviy tarbiya eng muhim. Bu birinchi. Uningdan keyin qarindoshlar, bu ishlarni hammani sizlar o'zingizlar yaxshi o'ylashib, bir taraf qilib, harakat qilib, mansanglar. Bu diniy o'lmalarga deydiganimiz, boylarga ham ish bitib bo'lgan, ashada yashayotgan 10% sal eshishi mumkin, shunda ish bitib bo'lgan, turmushning g'ami yo'q, eshitmaganda bir 2-3 kun xotin olgan, bu yerdan under table deydimi inglizcha. Birisini nikoh etib olgan, birisini nikoh qilib bundaqilar. Fikirlab shunday qildigan ishlar jiq Turkiyada. Buningdan keyin yana bir nejis ishinglar bor ekan, qarindoshlar, men qattiq yaxshi ko'rmadim. Bo'lsa, mush ishinglarni to'xtatinglar. Men mana bir davtay. Buni shu Turkiyada yashagan ishonchlik mening bir diniy qarindoshim, men inim o'zimningki. Xitoyga tan qarshi turimiz deyotgan. İsmini demeyman, shu inimizdan anladım buni. U mi kirib men anglayotdi. Balkim kulib ketishi mumkin bu gapni qilgandan keyin. O'zinglarningki ashada ma'lum hamda ham emas, ba'zi bir Uyg'urlarning qildigan nayt bir sat bir qilqinlar bor. Bu qilqinlar to'xtanglar. O'zimning ma yaqin og'inisi, qiyomatlik do'sti, voy andaq mundaq degan og'inalarningki, do'stlarningki qo'yayotgan xotinni sizlar ilib, og'inanglarni uyga kirib, uningga lag'man so'may etib kirib, mundaq qilgan ishni qilmanglar. Biz lat bo'lmagandan keyin, ko't bo'lmagandan keyin, yeji qiz bo'lmagandan keyin
o'zimizningki yaqin og'inlari qo'yayotgan xotinni boshqalar aslida biz tunimaydigan yiroqdagi boshqa shaharning yoki boshqa biz aloqa qilmaydigan ancha bir oyda yilda bir ko'rsakmi bir qatim ko'rib qoldigan yoki biz ular bilan muomala qilmaydigan shunday bir uyg'urlar hosil bo'ladi. O'zingning yaqin og'inisini qiyomatga og'inam va meniki andamida degan og'inangniki qo'yayotgan ayolni sen idit to'shsin yoki to'shmasin uni xotin qilib kelib undan bola tepib uniki og'inangni akirib tamoq ichib bersang bildi yesa ikkinlam latta bo'lasan mana ikkinlam lat ekansan mushunday ishlarni turkiyada jiqiraqka mushuni qilayotganlarga tegsin bu gap boshqalar emas to'xtatinglar bunday ishlarni ey biz o'zimiz bir mazgil aralashib ayrılib ketgan muhabbatlarimizni bormi do'stlarimizga yoki bo'lmasa boshqa og'aylarimizga sen mani ala bu deb biz bunda sahip qilmaymiz tonimaydigan bir odam bilan biz aloqa qilmaydigan odam bilan ashuna bilan turmush qursin yo'lini topsin shuni chunki uni uyiga berib biz tomoq yemaymiz aralashmaymiz uning bilan sen o'zingning yaqin og'inisini qiyomatga og'inam anda og'inam bunda og'inam og'inangning og'in ayoli tomoq etib uyiga berib yeysa undan keyin u og'inang ma'lum vaqtdan keyin xotini bilan chiqishga qo'yib bersa sen uning elchavat berib nikoh o'qib olsa undan keyin og'inangni uyiga chaqirsa bu nima degan ish pastqi bu bir narsa desa bu dinda harommiki dinda halol bu ey dinda halol bu dinda halol bo'lgan bilan sahobalarning tarixini o'qitdinglar sahobalarning tarixida sahobalar o'ziniki sabdishning qerindishning ayolni olgan qanday vaqt olgan bular jangga chiqqan vaqtda shehid bo'lib o'lgandan keyin xotin bolalar ega chiqish uchun olgan sening o yaqin og'inang ya shehid bo'lib ketmasa ya o'lmasa bir hayo nomus degan narsa bo'lmamda nafsimizni shunchalikmi kontrol qilolmaymiz qarindoshlar o'ylab toping ma ishni tugatinglar bir narsasi harommiti dinda harommiti bu degan halol bo'lsa ya u og'inang o'lib ketgan bo'lsa bir yerda o'qiyab ya zaharlanib ya kasali bilan u bu borsang bo'ldi man yo'ldoshingiz o'lib ketdi endi man siz necha bola bilan deb qolyapsiz ikkinchilik uchinchilik tegamsiz man sizlarga bir igi chiqay desam ma'noda bo'ladi bu og'inang sizniki o'zingni qiyomatga og'inasi jon jigar do'sting oldingda ko'zini pildirib kundalik sen bilan uchrashib qilyotsa sen shu og'inangni qo'yayotgan xotinni berib ilib xotin qilib ashundan bol topamsa ya nomus qilishsan odam emas hayvon guylar ravandi shavchilar mushtaq yo'lini olib qolsa man sana deb qo'yay man turkiyaga bormayman man ishda ozroq bir taraf bo'lsa meni oldimga kelib salomma qilma ko'rashmayman qolsam qo'limmi yo'qmi sana deb qo'y ko'rishlar gapmi yo'q sizlarga salom qilsang turma bu yerda yerga bu yerga qarab chiroyini qarab odam degan unda bo'lmaymiz hayvonmi qilmaydi bunday ishni Sonuçta işlerini tügütünler qarindoshlar eng yaxshisi. Sizlarmi ma ayollarimi dey qarindoshlarim bu og'inisini akirib tomoqni itib bersanglar o'zinglarning eriniki og'inisi eringlardan ajrashib eringlarning yaqin og'inisi tegib olsanglar qanday degan gap bu bunday ishni qilmanglar asha degan vaqtmi danglar men yo'ldoshim bilan og'iningizning ayoli ajrashib ketdik siz kap manga demay boshqa birsini eling siz qanday odamsiz desanglar bo'ladi uni bunday ishni qilmanglar qarindoshlar alloh saqlasin bunday ishni qilmanglar endi mana Türkiye'deki qarindoshlarimizniki Yevropaga mangdigan ishlarga oltida bir maslahat uningki bir ma'lumot berish to'g'risida chiqib qoldi ma gap chunki kallamda bor vaqtda men deb qo'ymasam ba'zi unutib qoldi ekanman shunga ma'lum bir asl o'tay dedim bunday ishni qilmanglar qarindoshlar to'g'ri tushuninglar bizni tillab yurmanglar
Çünki biz göz aldığımızda bo'layotgan narsani xalqimiz bilan paylaşıp o'tirib tashlab turyapmiz. Hamda o'zimizning gapga qaytib kelsak, qarindoshlar, Turkiyadan Yevropaga mangdigan qarindoshimizning yo'lini to'sayotgan insonlar eng yaxshisi bu iflos qo'linglarni tortinglar. Hatto oqshomgi ba'zi bir uchurlarga qaraganda $200 biletni $2000, $300 biletni $3000 shunday chiqarib olgan bilet hayon kechtirib ekan. Bular Uyg'urlar ketigi. Boshqa millat emas. Ey, sizlarning davomli shu Uyg'urlik kuchinglar aytamda. Bizgilik kuchinglar aytamda. Bizning yanchug'imizdagi pullar qurt etmagicha uyqungni kelmay uxlayolmaysizlar, yo'qinglar to'lg'inib yilondek. Vaqti kelganda borg'u, unda biletni hepimiz pul yo'qlar. Alama hammasini to'liqmi, bilton yo'qmi, alama ucha. deb. Uni qilma bo'pti. $300 biletni shu Nuriganinki, Avatsiyaninki-mi? Avaliniyaning shunday pul sotayotgan narsani sizlar aytib bu yerda tijorat qilib pul topsanglar. Bu qanday bo'ladi? Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik deydi. Mushu narsani ko'rib olamiz. Agar bir ashki Uyg'urning biletini sizlar bir $400-500 pul chiqarib qo'ysanglar, Xudoyim ashning o'rniga 1000 ni beradi. $400-500 pulinglar 40-50 ming bo'lib ko'paydi inshaalloh. Bunday ishni qilmanglar qarindoshlar. Ma Uyg'ur millati dunyodan tugab ketish ahvoliga duch kelib qoldi. Malik nasli qurib ketgan bir hayvonlar bor. Unut qilmasam nasli qurib ketgan. Shu hayvonlarning holidanmi xatar holatda bizning millatimiz Uyg'urlarning. Shunda turg'iliq qarindoshlar, biz Uyg'urga ega chiqamiz, Uyg'urning ishini qilamiz deb turib, shundaq bilet hayonkashligini qilib, qo'yimchilik qilib, ayol kishi kelsinmi qo'yib, ayol kishini bekaraq qo'ydik ketdi. Aş ağaç sınırlarımızı, anılarımızı, adlarımızı koysanglar. Onun için kimlik aşağı kılıp vasıtalamay koysanglar. Bir nersiz tabliğ sözlep onu kılıp, dinni varga suistimal kıtlamakta künü vapsılar cümamanda koyun. Bana ben bana ait bay yaşat yaşamayvatım, bana uçumuzdaki kiyimden bağlı 2-3 yıl oldu kiyivatımız. Aldığan maaşımızı tayildik. Ama Xudoyim berkitini berdiga shukr qilib, qanoat qilsa, Xudoyim berkitini berdi. Oshqanmoqdek yashayapmiz, tirishayapmiz qo'limizdan kelishicha. Qog'ini Xudoyimga omonat. Ammo sizlar shu Uyg'urni qo'yib olib, boyma bo'lib ketdingmi deylar. Qanchalik bir boy bo'lib ketsa, qanchalik bir yaxshi ko'rib ketsa. Uningki qo'ymichilik qilganingning vaqti kelganining badali bor. To'laysa uni ma dunyo to'lamsan qiyomatda o'lsa, Peygamber sallallahu dedi, mening ummatlarimninki yaşı 60-70 yıl etrafında buluda. Ondan uzun ömrümü ko'rmaydi. Shunchalik etrafında buluda. Dedi hamda. 60-70 yildan keyin Allohning oldiga bormamsizlar. Bir narsasi dunyolikda bir tal qovmusini sadiq qilib Allohninki yaxshiligiga erishish kerak u bu deb so'zlar desa, tukib o'tsa hayotda. Mushunday kelgan vaqtda $200, $150, $160 biletni net yüzünü yig'ib olib, net yüz odamninki yo'lini to'sab, net yüz odamninki Xitoy emas, ashadi kimligi yo'q, hech kim qilolmay, qalanda divon bo'lib yurib ketishiga sababchi bo'lyapsizlar deb qo'yay. Buniki bu bunday o'ylamaymiz. Nurg'un arq ko'rinishi bor buniki. Sizlarning bu qilmishinglar to'g'ri ko'radigan qilmish emas bu. Bu narsani yininglar qarindoshlar. Sizlar Uyg'ur xalqiga keyin yuz kelolmaysizlar. Bu mening bir deb qo'ydigan qarindoshlar. Shunga Turkiyadagi yashayotgan, qiyinlik yashayotgan qarindoshlar davomli shash arg'amoqdek shu tepchib turinglar. Kallanglar nayt sagak bo'lsin. Mushunday ishlardan davomli ehtiyot qilib turinglar. Bugun men shunchalik so'zlar qarindoshlar deydigan gapimni tugab qopti. Turkiyadagi mushu qiynalgan qarindoshlarning manfaatini o'ylaganligimiz uchun manfaatini o'ylaganim uchun ma gaplarni deb qo'ydim. Amerikaga kelsanglar har qandag'inglar.
İzdanglar meni. Men yardam kılaman, qo'limdan kelishicha. Yanchug'imdagi pulimni bermayman, ammo advokat topadigan, ish topadigan, turalg'u, andan keyin sizlarning mushu siyosiy panohlik ishlaringlarga suhbatga kirgüchi bo'lgan holatda uyg'urcha gapinglarni aplab-saplab bir narsa desakmi deb tayyorlab ko'chmanlar idorasiga immigrationga yo'llaymiz. Keyin shu narsalarni chiqishi u bo'ldi, bu bo'ldi desanglar advokatinglar bilan aloqa qilib turib, qo'limizdan kelishicha yordam qilib uni qilamiz. Shaxsan kelsanglar men yordam qilaman. Mening nomerimni hammasi biladi. Kelasanglar. Amerika va Iroq Tinch okean orib turdi. Turkiya, Yevropa bilan aramizda. Kelasanglar men yordam qilaman inshaalloh. Izdanglar. Va boshqalarni bor, yetishganligimga boshqa odamlarni mana ishlarga yetishib bularni yordam qilgan deb chaqiriq qilib qilamiz. Yevropaga borsanglar, Norvegiya, Germaniya, Gollandiya, Angliya va boshqa davlatlarda tanishlarimiz bor, akalarimiz bor. Shularga ulab qo'yib bo'lsin sizlarga yordam qilg'iza olamiz Alloh xohlasa. Ammo bizda bir gap bor, yetti o'lchab bir kesdi. Nəhayət o'ylashib, diqqatli bilan oldinglarga mansanglar, keyninglarga bir qadam tashlay oladigan holatda shunda bir tadbirlarni qilib turib mansanglar yaxshiroq qarindoshlar. Shunga mening deb qo'ydiganim bu. Buni bir o'ylashib ko'ringlar. Bugun meningki muhojirat yashayotgan bo'libmi Turkiyada qiyinlik yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimga bayonlarim shunchalik. Qolganini yana keyin bir yangi bir temalar o'tirib chiqqan vaqtda chiqib so'zlaymiz. Bo'lmasa bugun mushayish bo'lsin. Hammanglarni Allohga topshirdim. Keyin ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Allohga emanet.